Muqaddas kitob so'zlamoqda dasturi. Aleksey Alekseyevich, Kanadadan Natalyadan savol. Nima uchun Masih azob chekib hayotini qurbon qilish kerak edi? Nima uchun uning tez o'lim topishi yetarli emas edi? Axir ibodatxonadagi qurbonlik hayvoni Masihning mukammal qurbonligi timsoli bo'lgan holda hech kim tomonidan qiynoqqa solinmagan. Shunchaki o'ldirilgan va bu gunohlarni yuvish uchun yetarli edi. Birinchidan, biz qurbonlik hayvonlari haqida gapirganimizda, ular faqatgina Iso Masihning qurbonligiga ishora qilar edi va bu qurbonlik gunohlarni yuvish uchun yetarli bo'ladi. Ibroniylarga 10-bobida yozilgan. Chunki qurbonliklar gunohlarni yuva olmaydi. Eski ahddagi qurbonliklar faqatgina haqiqiy qurbonlikka ishora qilar edilar. Ular o'z-o'zidan yetarli emas edi, lekin ularni keltirgan odamlar Xudoning va'dasiga, Iso Masih orqali qutqarilish kelishiga ishongan edilar. Bu eng muhim birinchi jihat. Endi ikkinchi tomoni, nima uchun Masih azob chekish kerak edi? Muqaddas yozuv bu savolga ochiq javob beradi. Buning bir nechta sabablari bor. Birinchi sabab, gunoh azob keltiradi. Ya'ni gunohning oqibati haqida gapirganimizda, Xudo odam ato va momo Havoga aytgan: "Endi sen peshona tering bilan non yeysan, og'riq bilan tug'asan. Senga tikon va shovul yetishtirur." Ya'ni gunoh azob keltiradi. Gunoh yengil o'lim emas, gunoh og'riq, gunoh qiynoq. Shuning uchun shayton va uning barcha farishtalari va Qo'zining hayot kitobiga yozilmagan barcha odamlar abadiy azoblanadilar. Chunki gunoh azob keltiradi. Bu uning tabiiy mevasidir. Natijasi azob. Demak, birinchi sabab shundaki, Masih azob chekish kerak edi. Chunki u gunohni o'ziga oldi. Gunoh esa azob keltiradi. Gunoh og'riqni keltiradi. Gunoh nola va ichki azobni keltiradi. Shuning uchun Masih odamlarni qutqarish uchun keldi. Chunki gunohga qolgan odamlar azob chekishadi. Shuning uchun Masih ular uchun azob chekdi. Bu qutqarilish haqidagi tushunchaning juda muhim qismi. Bundan tashqari yana ikkita sababi bor. Birinchi sabab, bu haqida Butrosning 1-maktubida 2-bobida shunday deyilgan: Masih sizlar uchun azob chekib namuna bo'ldi. Unga taqlid qilinglar. Biz yer yuzida yashaymiz va bu yerda azob chekishimizga to'g'ri keladi. Biz azob chekamiz va yana azob chekamiz. Shuning uchun Masih bizga namuna bo'lish uchun oldindan shu yo'lni bosib o'tdi. U shunday dedi: "Men Otamga ishonaman va Ota menga bu azoblarni to'g'ri yengib o'tish uchun kuch beradi." Masih bizning ko'z o'ngimizda ana shunday namuna bo'ldi. Azoblarda siz Otamga ishoning. U haqoratlanganda haqorat bilan javob qaytarmadi. Azoblanganida tahdid qilmadi, balki o'zini odil hukmronga topshirdi. Masih bizga: bu yer yuzida hayot azoblarini o'tish uchun yagona yo'l bor. Otamizga bo'lgan ishonchdir va u shu yo'ldan o'tganini ko'rsatyapti. Shuning uchun Ibroniylarga 10-bobida Iso iymonning asoschisi va kamolotga yetkazuvchisi deb atalgan. Iso Masih haqiqatdan ham eng iymonli odam edi. U butun hayot davomida otasiga to'liq ishondi va bu ishonchni azoblar ichida namoyon qildi. U hech bir odamga nasib qilmagan og'ir azoblarni boshidan kechirdi va bu azoblar ichida otasiga umid bog'ladi va biz uchun namuna qoldirdi. Ikkinchi sabab ham Ibroniylarga maktubida bayon qilingan. U azob chekdi, yer yuzidagi barcha musibatlarni his qildi. Shunday qilib, u bizga hamdard bo'lishi mumkin edi. U og'riq nima ekanligini biladi. U bizning qiyinchiliklarimizni tushunadi va u biz uchun
shafoat qila oladi. Ibroniylarga 4-bob 14-oyatda zotan bizda buyuk oliy ruhoniy bor, Xudoning samonadagi huzuriga kirib borgan bu oliy ruhoniyimiz Xudoning o'g'li Isodir. U bizning ojizligimizga hamdard bo'la oladi. Axir u biz kabi har tomonlama sinalgan, lekin bizga o'xshab gunoh qilmagan. Shuning uchun keling, Xudoyimizning inoyat taxtiga jasurlik bilan yaqinlashaylik. Demak, u bizning oliy ruhoniyimiz va u bizga hamdard bo'la oladi. Chunki u bizning og'riqlarimizni tushunadi. Shuning uchun otamizning huzurida biz uchun shafoat qiladi. Demak, ikkita sabab: namuna va shafoat. U bizga namuna qoldirdi va u biz uchun shafoat qiladi. Va bu gunoh azob keltirishdan tashqari Masihni azobli o'limiga olib kelgan qo'shimcha sabablardir. Yaxshi do'stlar, bugunga shu edi. Xudo sizlarni asrasin.